Koreyada o'zbek qizini bir kuni. Bugungi kunim zavtrakdan keyin srazu salonga yugurishdan boshlandi. Salonda ishim tugab, sochimni qildirib olganimdan keyin уже obed bo'lib qolgan ekan, o'shaning uchun o'rtog'im bilan ovqatlanishga bordik. Va bugungi obedgi menyu mana Koreyada eng yaxshi ko'radigan ovqatlarimdan bittasi takkalbi. Sochimni qildirgunimcha to'g'risi 2 bo'lib ketgani uchun rosa qornimiz ochib ketgandi. Qornimizni to'ydirib bo'lgandan keyin esa men eng yaxshi ko'radigan mashg'ulot shopping qilishga keldik. To'g'risi shu kepkani olsammikan, olmasammikan deb rosa o'ylab, oxirida olmagandim. Nima deb o'ylaysizlar, to'g'ri qaror qildimmi yoki yo'q? Men Mozzarellani вообще sevib qoldim. U ham yetmaganda O'zbekistondagi mushugim ham esimga tushib ketdi. Hamma oladigan narsalarni olib bo'lgandan keyin kiyim ko'rishga ketdik. Lekin meni o'zimni kiyim do'konim paydo bo'lgandan keyin men umuman kiyimlar olmay qo'ydim. Aylanib yurganimda mana shu asal shapkani topib oldim. Lekin men qishda shapka kiymaganim uchun buni ham olmay qo'ya qoldim. Shoppingimizni почти tugatib aylanib yurganimizda men yaxshi ko'radigan Hello Kitty kafesini ko'rib qoldik. Lekin odam juda ham ko'pligi uchun kutib o'tirmadik. Sanga umuman farqi yo'q, yo'lni o'rtasida video olib ketaverasan deydigan o'rtoqlarimni endi tushundim. Endi bilsam rostdan ham yo'lni o'rtasida ham video olib ketaverar ekanman. Bu rayonda Koreyadagi eng katta Daiso joylashgan va u 12 qavatdan iborat. Nu shu yergacha keldim, Daisoni ham bitta aylanib ketaydim. Lekin buncha odamni ko'rganimdan keyin aylanmasam ham bo'ladi degan qarorga keldim. Uyga qaytgunimizcha уже ancha kech bo'lib qolgani uchun tezgina tayyor bo'ladigan burger bilan ichimlik ham oldim. O'rtog'imni uyiga borib, qornimizni mazza qilib to'ydirib oldik. Aytgancha ujindan keyin mana shunaqa manikyurimni ham almashtirishga ulgurdim. Shunaqa достаточно насыщенный kundan keyin uyimga kelib, skincare-larimni qilib, kunimni shunaqa qilib tugatdim. Va bugungi kunim shu bilan tamom. Ko'rganingiz uchun rahmat. Bye.